Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, poliartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Koreya Rossiyaga dron yig'ish uchun 25 kishini yubordi. Shimoliy Koreya Rossiyaga 25 ming nafargacha fuqarosini dronlar ishlab chiqarish va boshqarishni o'rganish uchun yuborishni rejalashtirgan edi. Bu haqida Rossiya va G'arbdagi diplomatik manbalarga tayanib, Yaponiyaning NK telekanali xabar berdi. Manbalarga ko'ra, Shimoliy koreyalik ishchilar Tataristonning Elabuka shahrida joylashgan Gerang uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarish korxonasida o'qitiladi. Koreya Rossiyani dron ishlab chiqarishda qo'llab-quvvatlashni istamoqda. Bungacha Ukraina bosh razvedka boshqarmasi rahbari Kirill Budanov Rossiya Shimoliy Koreyaga uzoq masofali zarbli dronlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda yordam bera boshlaganini ma'lum qilgan edi. Unga ko'ra, Koreya hududida Garpiya va Gerang turidagi dronlar ishlab chiqarilishi bo'yicha kelishuvga erishilgan. Budanov ayrim dronlar Rossiyaga qayta eksport qilinishi mumkinligini aytgan. Ular Ukraina urushida ishlatiladi. Hozirda Rossiya oyiga taxminan 2000 dona dron ishlab chiqarmoqda, biroq bu raqamni 5000 tagacha oshirishni rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Sergey Shoigu Koreyaga tashrif buyurib, Koreyaning Kursk viloyatiga 1000 nafar muhandis-sapyor va 5000 kishilik qiruvchilik batalyoni yuborishni ma'lum qilgan edi. Bu Shoiguning bir oy ichida Shimoliy Koreyaga qilgan ikkinchi tashrifi bo'lgan.